Assalamu alaikum, urmatlı mekendeşler, urmatlı cemaat, kımbatlı katılışçılar, amansızlar be. Bugün 18 iyun tuğanlar, жылғы 2024 жыл туғандар. Бүгін Накен Жалават областы, Накен районы Бүргөнді мал базарында туғандар. Бүгін ушул жерде кыскача алынған, сатылған боюнча жылкы ат боюнча кыскача маалымат берип өтөбүз туғандар. Байтору қанша екен байтору? Тору қанша торат? Қанша? 200 мың сомма жашы эмне мунун? Жаңасы. Бойу 1.60 өйдө экен, а? Жаңасы дейт. Торчик. Жайында экен ама. Так, неде сода болуп атыптыр тугандар. Yok. Razı olsun. Görüp kalan nerseni bergile. Görmese bir canını. Onu tanıyım ne? 95 olsa. Şu geldesi bulup da. Yok. 5 olsa ver de ya. Razı olsun. 94'te verse razı. Bol 4'kö bergile. Al söz aydı. Ver bir. Nasıl mı? 94 мың сом болса да болады. Pişti. Kaça? Ne kız? 94 мың сом сурап атат. Бере туган Adamın Ali üstüne alıp koyuyor. 94 мың сом болса да болады. Üstünde balanı mingizip jaktırıp koyuptur bir yağın bala. Toy çeken kandayız? Siz altas mı abi? Yok. Eş varsın gel. Yaxşı rahman teker özünüz. Ali gül zor tartmaya geldi hatta. Dedim ben lorsa 94 kırıcı soda oldu atmağa. Biri koyu ver, biri karma oda. At жақшы аттай дересе мингич қоор ат екен да. Арқалары да жақшы екен жамбаштары. Сода болуды. Мына туғандар мына тай 45 мың сомға сатылды. 45 мың сом. Kaça? 45. Bolup bu. Ова. 45 мыңға аз сатылды. Ақшасын санап берді. Bere. Kaça öyle? 95 bin ver. Ben bularım jol kıragılı alıp gelip. Oğulaya dikanға hem kişine mi olsun ne? Berin ake. Vereyim dedim aka. Berin. Çarımga. Nasıl mı ver? Bere. Kiçilesini koyuyorum. 4,5 geldi. Razı ol. Ver. Ake. Koyun şu dikanға cevap oldu. Bereketin vermesin. Topla durayacak. Berekesini versinler. Bere. Nasıl mı? Çok koşturmayla ver. Aka. Bere. Ver. Bunlar alıp sattanlarga ham alışık kıyım oldu atı bazar. Nasıl cemberi vermesen öyle. Oldu versen mi? Versen ben aldım. Oldu gitti mi? 94.500 so'mga satıldı mınaki. Ama qaleti pul bo'ldi mana shular. Öte qaleti pul bo'ldi mana. Onda bir şey alanda canda durdum da. Men alandım. Sultan sat sevgem. Sat bere. Gel. Şunca mene pul başlı. Ver. 94.500 so'mga ketdi Torat. Ver. Canası. Жаңасы екен. Жақсы ат екен жануар. Iki pazar düşük mal var. İlk pazar aldım boğat altına. Aha. 100 so'm alamaydım. Yaxshi ekan janvar.
Өтө жакшы баа болду мынакей. 94.500 сомго кетти. Bir cüvaday kayra özüm tapmamışsın. Ayşene. Onu da. Ne kılasın bu çocuğa? Al da yemeği. Yakı yırtık var, bütün alıyordun da. Bilmem. Sen 70'te öptürürsen hayır. Al da canım. Hayır lan. Ben kayıt tutam deyim. Qaysi satıldı akalari? Altın aka qaysi uç? Ortada o. 38.000 so'm ha shular. Yuvaş bu. 68 Ketele çık. 68.000? No 78 son baktılar. O 80 son baktılar. Ha? 78.000 deysiz. 80. 80.000 so'm bo'ldi shular. 80.000 so'm. Tak, nogu 68.000 so'm ha? 68.000 so'm chata bugun bozor qimmat ey. Ha, to'g'onlar shu bir 116.000 so'm bo'ldi. Butun jaqqa 116.000 so'm. Qanchaga ketdi tay? 51.000 so'mga ketdi. 51.000 so'm. Buqalarni olib keltiririz. Qalasdan keltirib buqalarni. Qancha bosh buqa ekan? Xolos. Qaytib kirgizadi ham buni bozorga ham tirqilab ketadi qo'y. 80'den deydi. Har biri 80.000 mi? Cho'ngdan aytib olsa kerak ekan. Qandosh qavsan bari 80'den deydi. Ya buqani aka borib xudoga olib aytdim shu. O çok yürü gitti pazarda. Yetki parabolar kunayını kalkasına koydu. Ne var ki? Yetki parabolar kunayını az şey söylüyor. Böyle kunayılar kalkasına koydu. 15 boldu yanına qo'zi. 15.000 so'm bo'ldi şu olsun. Bunaki eshak keltirib aqvatamol bozorga 4.000 so'm kam bor ekan. Urg'och eshak ekan ha? Qiz moydami? Qiz moydan. Ha yaxshi. 4.000 so'm kam var deydi. Qayerdan keldi bu? Qo'mbazadan. Qo'mbazadan keldi. Qo'mbazadan nabi degan. Agatga o'rgatib qo'ydingizmi? Ha, agatga o'rgatib baldar minni qilib o'rgatib baldar. Mayda baldar minni o'ynadi. Ha. 4.000 kam var ekan. Ya olsan al. Pullarni o'qal. Mayli. No'g'u 48.000 so'm bo'ldi tay. Qaraygerat 110.000 so'm bo'ldi. Bir so'm tushmay qo'ydi. 110.000 deb o'shaga sotdi. Bulatla aldık. 110.000 bo'ldi. 110.000 so'm bor ama. Alab qolib ketdi. Ha, yaxshi nasib qilsin aka. Ha, bo'ldi, o'g'ildi aka 110.000 so'm qoldik deb aytdi qo'y. Yoshi nima ekan aka? Yoshi jangasi ekan. Yoshi jangasi ya. Yalabqa ketdi qaraga. Jangasi dedi. Endiga. Ama qazıqlar kuchlayapti ekan. Tüp 4 qazıq moshni ekan ama janavar qarab. Yaxshi ekan. Tak, to'g'onlar, bu qaragir 100.000 ga sotildi. To'patira 100.000 so'm. Bundan yaxshi ekan. O'zim qo'ymalga millat turadi ekan da janavar. 100.000 so'm. Assalomu alaykum. Sen qo'ymalga minib turadi ekan denga? Jayloga chiqa turamiz, o'sha minsek biroq. Chiday turadi ekan. Qarmoq jo'sh bo'lsa, textar o'sib turibdi. Ataqalat qo'yapti ham buni. 100.000 ga ketdi shular. Ha, 100.000 so'mga sotildi. yaxshi, 100.000 arzon. Yaxshi degan janavar. Biz qo'ymaldan atgan. Qarat. Bulda alabuqa ketadi aka. Bunda alabuqa ketadi. Ha, yaxshi. 99.000 bo'ldi. 99.000 ha? O. Yaxshi. 100.000 dedilar. 1000 so'm kam ekan to'g'onlar. 99.000 so'm bo'ldi. Ana yaxshi degan amaç. Alg'inga, sotqanga. Biroq nima kuchli ekan. Narxidan kuchli ekan.
Niyeti var ekenden dostum. Ha. Var direkt burada. Okey, 110 ming so'm. 99 ming so'm. Avam aytadi, narxidan tushdi deydi buni deydi. Yarım aka. Yarım. 3'ga bu sadatda ya. Men so'ragan yo'qmi? Yo'q, o'zi sotib ochilib yedi mana. Şunu bir dakika almış, aşığında sen satıyorsun. Yo'q, amacha bo'lsa birovga sotadi. Yerden satanda yapın, soda kılıda bu çölde gel. Mendan so'radingiz aka, beraveraymi deb. Anam verivereyim deb Men besdan biz foydalanaylik aka, siz bozorda yurgan odamsiz, aytinglar ya. Kalıs balım kalıs. Biz gözünüzü 500 so'm qo'yib bering, men 500 so'mga sotaman. Faydalanacağız. Siz bilasiz aka. Keyingi bozor men bir quron beraman, 3-4 ming so'm foydali qilaman. Dag'da qo'ymasangiz. O'zi. Ikki yarim esa 3 berinchi bo'pti. Yetimishga. Canavın koşulası 72'yi algan bunu gördüm. Men ayrim ketganman olib. Aka, so'zga o'tmay, bering chiqsa foydalana olayım. Rozsizmi? Meni qarab bering, to'qishga maqtab olamiz siz mana. O'sha 72 ber 70. Ko'rmas bu o'rtasida siz oldi. Men to'ralar aytaman. Ko'rmas bu o'rtasida. Bu sadatda. Sen sataver qanchaga satsan. Bering. Buni hozir bu kishi dili ko'rib turadi. Rozsiz. Beraman, beraman. Mana mana. 73. Ber, nereye koyayım? Ya hozir men makishini qonun qarmab turib mendan so'radim. O da bolup kaldı. Bo'ldi, 4 kalati kesanda ilojingiz yo'q ekan. Berekenga yokmu? Sakadile kılgan çok. Yo'q, mana qildingiz 4 ga. Şöyle ciddi alıp koydun özüne. Aşkı biziki miydi? Mana turadi, mana turadi. Ya 4'ga aldı ayttınız mı? Aşkı biziki öden ığın dep koydum. Ciddi verin dedin, berip koydum. Siz anladınız. Ne kadar söz bakılsanlar. Meni qara men sizga. Buni olsa qarayib qoldi. Kapı olmam mı? Şunda gördüm bunu atlasan. Bu tokutmaytan mingizmeydi dağı dep koydum. Yo yiyesi ayttık o şey. Bravo siz aldınız da. Beres berbeys. Yo'q, mana narxa qarayibdi. 73 ga beres berbeys. Naksan aytın Nak berem. al. 1000 so'm mana bo'lib olaylik, mehnat qilib qoldim. Yo'q, 500. Aka. 1000 so'm. Sizdan so'raysiz mana 1000 so'm, 500 so'm dush. Üzerin, üzerin. Şey ekan aka. 1000 so'mga men aytdim-ku sizga 1000 so'mga sotaman. Yo'q. Özüne satsan bu oyun. Bu 80 lira oldu. Okey. Özümde başka bir yerden sorarsın. Daha şu kadar yol verip koysanız bu laf kaldı. Siz benden so'radingizmi 70? Ben alıp fayda göreyim. Okey, 73 mingga baraka bo'ldi-le. Janida turgan oqsoqol sirasi 1000 so'm foydasini berib oldi. Jarqin aka Sharovoy buga. Yalmaz. 74 ming so'mga ketdi deyim. 73 ga baraka oldu, onun üstüne 1000 so'm foyda berib oldi. Qancha so'da oltadi? Qancha do'da? Qancha do'da? 90? 95 lira odasan mı? Ölçev şunu. Ölçüp koyucu. Doksan beş mi son olsa da olat düşüyor. Arqanga qıyılgan jeri var ekan, şu yerini görüp o'ylanib olacak deyganlar. Qanday yo'l qoladi der, bu jaylooga jaraybi, ne bo'ladi deb. Negizden ayıgıp ketsa kerak, biroq bu. Arqanga qıyılgan deydi, arqanga qıyılganday bu, arqanga qıyılgan emas bu. Bilgenler bolsa kommentariyga жазыңыз тугандар. Menimçe dile biroq arqanga qıyılganday go.
O жерде kaçkanı 105 ming'e satmadım deydi. Munusun 102 ming so'mga suradı deydi. Satmadım deydi. 102 ming so'm. Munusu 105 ming so'mga satmadı. Ektak күшті алтыдар бізге келіп тұрып тұрған. Базарды қайнатқан алтыдар бар. Неде дағы сода болды ау, не болды да? 118? 118 мың сом алтысы бар. 5 қашқа екен да, жануардың әке. 118 мың сом. 118 болды mu? 118 mi? Bu karat soda oldu. Bakayım o. 118 mi sonra? Şu yaşat kendileri. Bugün pazarda at azı. Atı dili az, besi dili az. Bırak kadimki değil, murunku da ele gelgen aşağıdı. Taylar, şimdilik tay yok pazarda sanki. 5-6 tay turadı. Nerede bunu at satılgan eken ha? Qanchaga satıldı oldu eken? Bundan qanchaga ketdi Xunar? 95 ming so'mga ketdi. 95 ming so'mga ketdi onlar. Menimcha pishdi o'xshaydi. Pishdi eken ha? Ya. Aldılar. 95 ming so'm bo'libdi. Pishdi eken. Qayerga ketdi atava bu dedi? Aqsaga ketdi. Aqsaga ketdi. Aqsaga ketdi degan 95 ming so'm. Ne de atsa da olur. Açıkını ayttam, sen tanıyımın. Yakam tanıyımın. Balan tanımayım. Size satalım zakar verin. Pazarda. 5 so'm desin mi? Size vergiler. 5 so'm desin. Verin maşallah. Kaça oldu? Var öyle para. Kaça oldu? 106 ming so'm. 106 ming. Nasıl? 106 ming so'm. 106 ming so'm olgan ekan Qarabulaqda. To'ychi degan akamiz aldimdan keyin nasib sinama. 106 ming so'm olgan. Makken rayonu Turg'undi mol bozorida turganlar 106 ming so'mga sotildi. Ama juvon yo'l bujoq shatgan emas. Makken rayonuna qarashdi. Makken aylı hükümeti Qarabulaq ayılına satıldı. Qalvonlarning ayılına satıldı o'zi dağı. Xudo xolasa uloq sig'il o'rətib bor. To'ychi degan akamizni da ko'rsatib qo'ydim aka. To'ychi degan akamiz shu bo'libdi aka. Takta. Odam qinava, qo'y. Dadil salay, tuzlab salay. Жаңа шарманда qilmas. Salvay tire to'xta. Burilib kelib olsin. Burilib kelib olsin, burilib. Sal qaptaldan, Ay, ko'z o'rdi. Bo'ldi. Bo'ldi. Anaqqa to'qman, marqatga tushi. Marqatga to'qman. O'zi shu 102 ming bo'lganda olsa bo'lmaydi ekan. Yaxshi keldi. To'qson qancha bo'ldi lava? 94.500 ha?
Ama şu zor degan ama 94.500. Ya bulda qarabula qaldın da. Xudo xolasa imita eret da bular ha. Ya daha qaysat talır işte bu. Toy çekemem bozor çok ketdi bugün. Toy çeke qaysat bo'ldi? 93. Ona. 106 bu. Yok ona. 102,5. Bugün desa qarabulaqlar ataldı o bugün bozorda. $102.500 so'mlar. 102.500 so'm qarabulaqa ketdi. $102.500 so'mga sotildi to'g'onlar. Bundan ham zo'r o'n. Qaysinisi zo'r? o'n. O to'ru? O'sha yaxshat ekan ama. Mana ulam yoqadi, o'n o'jaq. Voy, молодец. Sen yaxshi bola ekansan sen-chi, unaki. 94.500 so'm bo'ldi shular. Ko'kroqni yaxshat ekan biroq. Ey, ating kim sen? Nurislam. Nurislam. To'ychakan bolasizmi? Voy, молодец, Nurislam. Otda rasam minedi ekansan-deymi, ha? Mister Uçatdı binesim. Oho. Mister teresin her benim shular men. O'sha torni ko'raq binesinmi? O'shani ko'raman. Shuni ko'raymisan. Ekat bo'lg'im biroq, Boturbek alqash ketmasin yotini ko'rganda. Qaytmaydi men bularni eziyman. Senchi eshak mingindaman. Eshak inmayman, eshak jaqmayman. Eshak yaxshi-da, Eshak jaqmayman. O'n o'jaq. O, toratdi. Senchi toratni jaqtirmag'in sen, eng jo'shini jaqtirgin, Boturbek. O'sha ekan. Sen Mister Terishni bilasizmi? Qancha teret? Teret torbasini solib. Buni tergansinmi? Voy, 23 ming tergan. 23 ming so'm tergansinmi? 23 ming so'm terib qo'ygansan. Voy, молодец. Aka to'ychaka oldim aka. Молодец to'ychaka. Qaravloqdan bo'ladi to'ychaka. Ko'gat qancha ekan ko'gat? Nedir? Razaqi qilib savdo qilib o'tchatda shuni. Ko'rib qolib jugurdim. Yomon ekan seniki. To'g'riq qilib o'qiymiz. Ne oldu işte düşmediniz mi? Ben aytqanda düşmedin şu joyga. Oşo berbegem bolso şu Jo'g'im o'shanda. Bolboso chin. Bolboydi. Buda ko'nglimizdan o'zgandan keldinglar dengchi. Mana 100 mingga al. Shuncha aka. Qadrsin desang, bozorda juda o'zaka. 100 so'm qo'yib berish qursam bo'lib. Qo'yib bering. Qo'yib bering. Chiqaysin. Aka. 100 ga oldi o'tashlar. Ova. 100 ming so'm bo'lsa oldi. Torch qancha olib ketdi aka torch? Torch qancha olib ketdi? Hech kim ishlasa ololmas. 79 ming so'm. Yo'lini. 79 ming so'm oldi. Bir yarım ay. Aka o'tgan juma olib 6000 7000 to'rtga Men pura tushun olmayman. Yo'q, bizga buna bozor sanaka qilib ketdilar, dengchi qo'z chatadi. Nurmat, qo'yib beram, qo'yib ber. Shuni aytingchi, sotam deydi. Aql senasidan boshqalar. Alasınlar balbaycılar. Allah baş dört örgemeyin fayda yok. 100 mingga o'zi tat Aç katıkısını. Chin. Bar aka, ketdi. 100 so'm. Bo'ldi bunaqay. 100 ming so'mga ketdi. Bizga xursandsizmi? Razsizmi? Gülüp turib baraka aytsang berem, ol gul bezingdile bermeyim. Gul qancha? Bar aka, satıldı. Satıldı. Bar aka. Qılıqdan bayla alavermaysiz kerak. Niye min to'atring? O'sha aytganini bular ustidan qiliqdan beradi. 100 ga ketdi aka. 100 ming so'm sotildi. Sizga qancha sizga? Jalqin aka. 130 ming so'm ha? Pishti ekan ha? O'spirim desa ekanda joni bor.
Bak, yüzde.